Assalamu alaykum, qandoqlar yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun bu chaynakimning ichini ko'rdimlar. Andan keyin bu mushining damlatichisida men choy damli nimasidan bu dog'lashib ketgan. Qo'yib qo'ygandim uzun muddat. Musha holatda. Buni men chaynakning ichiga septirib tozlayman. Buningki o'zining qaytisi aynak. Uni men sinib ketganda qaytib buyurtmoqchi edim. Endi men buning ichiga oldi bilan bu çamaşır beyazlatıcı yenilen bio belindanın bir ağızda koymam bu şununda ağızda birini alam. Bana köyde ona bir ağızdan koyma. Bu şu birinin de işkini tazalayma. Bundan birini koyup bu su muvaffak miktarda su koyup bana kaynatıma bunu ağızda etip kaynaş koyma. Bunun kaç bir nes koymayma. Bana buna qaynavadır bir qarab baqaylik hani. Endi bu qaynaptı. Bu qaynığında men bunun ichiga töküm hazır. Bunu ichiga töktüm. Ko'rdingmi? Bunu da biraz saqladim. Endi men bunun içine bir su koyup çay koydum. Mana shunday yumshab bulaqliq bunun içi zaten. Bunun içine arada bir çay qilsanglarmi, etib etsanglar chiqib ketadi ichidagi har qanday kirashlar. Yoki bo'lmasa bu supuni yo'q bo'lgandan keyin yana bir qator çay qilib to'kib etsanglar bo'ldi, qaynatib to'kib etsanglar bo'ladi. Yana bir suv elib qaynatib to'kib etsanglar bo'ldi. Ama lekin biz bunun suyuga qarab baqaylik. Ko'rdinglarmi? Mana shu holatda suyunim bo'pti mana. Ko'rdingmi? Biraz tutsun. Hatta bunun sunu rengini men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Men buni ikkinchi qatim chayqadim. Bayam dedim-ku, bir qatim mana suyini to'kdim, yana bir suvda qaynatib etdim. Chunki ikkiga bir nimalar qolmasin deb chayqab etdim. Yana bir qaynatib etdim. Agar sizlar qaynatib etmaylar, aytib etsanglarmi chiqaveradi. Endi buningki nimasiga qaraylik. Ko'rdinglarmi, o'zidan oqiribdi. Hech qanday bir narsa tekizmadim. Mayaga azroq so'ning rangini ko'rsatib qo'yay chiqqanini. Mana. Ko'rdinglarmi so'ning rangini? O'sha men bunun hech bir narsa tekizmadim. Chilaplam qo'ydim 5 minut. 5 minutcha o'sha holatda chiqdi mana. Hoppa holatda. Bunu suyimiz qaynab bo'ldi. Buni bir to'kib etay. Bunun suyunu qaytib etdim çünkü bayam suyu yetmagan yani qaytib bir chiqasin deb. Mana biraz qiziq bo'lganlik uchun hozir shu paket chiqibdi. Sungelda etib etsanglar bo'ladi. Mana etqa yani ko'rdinglar. Mana ko'rdinglarmi? Sungeldan mana shu qismidan etib etsanglarmi bo'ladi, etiblam. Mana lekin choy qilsanglarmi? Pak yığılğan reklam çıqırlıq mana onu da men bir suda çay qo'yib etay. Mana ko'rdinglarmi? Buni men ko'rdinglar. Qilib etdim, ko'rdinglar bayamqi holini, hozirgi holini o kadar faqirdiki yığılğan reklam bo'ldi. Bayam ko'rdinglar, men bunga hech bir narsa tekkizmadim. Faqat aniga chilab qo'ydim tepsidigiga. Endi bu yerga suv yetmagan yerlarni men faqat mana qo'limda qilsamlam chiqib bordi mana. O kadar yig'agandaklam bo'ldi mana. Qo'limdalam chiqirib etdim. Bir chamir ikki paxtak soqqanga baravar, onun suyini bunga to'kib degandek mana. Ko'rdinglarmi? Buni men bir choy qilib etdim suvda. Ko'rdinglarmi? Teginmi? Bo'pti. Mana o'sha yerda men qo'limda qisam chiqib boradi hozir. Shunchalik pakiz. Mana bundan chiqqan suv, buni ko'rdinglarmi? Mana yip-yangi ag'andaklam bo'ldi. Mana. Haqiqatan bu ham shunda, bu ham shundaq. Cho'qim sinab biqinglar.